Assalomu alaykum, hurmatli Olov chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Dehqonobod qishlog'idan akalar sotiladigan bir dona semental gibrid xunajinimiz bor. Shuni sizlarga avzor qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, bir donadan laykni bosib, obuna bo'lmay kuzatayotganlar, obuna bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa xunajinni ko'ryapsizlar, akalar xijolat qilmaydi. Orqa oldi keyin yemoq, ichmoq, sog'likdan muammosi yo'q. 1 yoshga to'lmagan xunajinimiz. Jigarlar mana. Bo'ylari 1+ ga olaverasizlar. Xudo xolasa Baqarmon dehqon akalarimizga tushaveradigan haqiqiy kelajagi bor mol bo'ladi. Xudo xolasa jigarlar. Molimiz dehqon uyda turibdi akalar, bexijolat pastki nomerlarni qoldirib qo'yamiz. 12 million 500 ming so'm ozgina sunnatiga o'tib berar ekan jigarlar. Bugungalikka sizlarga mana Go'zalidan so'ragan obunachilarimiz bormi qadrdonlar? Molni qaranglar, turuviga bittadan like bosadigan buni. Qaranglar jigarlar mana. Turuviga bir donadan like bosadigan qadrdonlar, ekranga ikkitadan urib, bittadan like ni bostiraverasizlar. Xudo xolasa dehqonlardan chiqarishdan to'xtamiz. Sog' bo'lasizlar.